dastdosh do'stlarim, davramizning ko'rki-yu mehnatkash dildoshlarim. Xush kelibsiz bugungi yakuniy darsimizga. Bir o'zgacha fayz kirdi fayzli majlisimizga. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Xonamizga shunchaki kirmaysiz, kirish uchun o'z oldingizga kirisi o'quv jarayonlaridan so'ng ta'limga qanday maqsadlar bilan qadam qo'ymoqchisiz. Ana shu qadamlaringiz bilan bugun xonamizga dars jarayoniga tashrif buyurasiz. Va siz uchun kichkinagina sovg'achamiz ham bor. Bitta aytamiz ustoz va undan keyin har bitta qadamga o'tganda ismimizni bosh harfiga sifat aytish bilan kiramiz bugun xonamizga. Men Murodova Munavvar, Namangan viloyati 3 tumanidagi 35-sonli maktabning ona tili va adabiyot fan o'qituvchisiman. Biz uchun mana prezidentimiz tashabbusi bilan maktabgacha va maktab ta'lim vazirligi tashabbusi bilan 246-sonli buyrug'i ijrosini bajarib kelmoqdamiz. Jumladan KRK o'quv jarayonlari mana shu qarorning ijrosi uchun yo'naltirilmoqda. Bu KRK o'quv jarayonlari biz pedagoglarga qanday maqsad, vazifalarni qo'ydi? Biz bu maqsaddan qanday foydalana oldik degan savolni o'zimizga bergan holda bu jarayonlar ustida izlanish olib bormoqdamiz. Bu o'quv jarayonlari samarali, barcha pedagoglarga manfaatli holda tashkil etilmoqda. Jumladan 3 tumandagi 6-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida ham kerak o'quv jarayonlari foydali va manfaatli olib borilmoqda. Biz bu o'quv jarayonlaridan o'zimizga kerakli bo'lgan ma'lumotlarni olmoqdamiz. Jumladan o'quvchilarni iqtidorini rivojlantirishga, ta'lim sifatini yaxshilashga qaratilgan turli metodlardan, interaktiv o'yinlardan, psixologik metodikalardan samarali foydalanib kelinmoqda. Men bu kerak o'quv jarayonlaridan o'zimga juda ham katta kuch olmoqdaman va bu tajriba olmoqdaman va bu olgan bilimlarimni, tajribalarimni o'quvchilarimga, yosh avlodga o'z vaqtida va yaxshi namunali tarzda yetkazib berishga harakat qilmoqdaman. Men Namangan viloyati 3 tuman 12-sonli maktabning ona tili va adabiyot fan o'qituvchisi Hurmat va Muazzamxon ustozman. Men har safar tashkil etilgan KRK mashg'ulotlariga katta maqsadlarni qo'yib tashrif buyuraman va ko'zlagan maqsadlarimni albatta erishib qaytaman. Chunki bizga mentor sifatida dars berib kelayotgan Abdulazizova Adibaxon har safar KRK mashg'ulotlarini yuqori saviyada, istagan holatda, biz ko'zlagan maqsaddan ham yuqori darajada tayyorgarlik asosida olib boradilar. Darslarda biz o'rgangan interfaol usullar, turli xil o'yinlar orqali bilim darajalarimizni oshirishga harakat qiladilar.